Ayol kishi eriga va otasiga Qur'on o'qishni o'rgatsa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ayol kishi o'zining eriga Qur'on o'qishni o'rgatsa bo'lamdi? Dadam o'rganay degandi, yurtdagi imomdan o'rgansin desak, hozirgi vaziyatda sal tez to'xtaydi ekan. Uyda ona bilan singlim o'rgata. Ayol kishining erlariga Qur'on yoki boshqa diniy ilmlarni o'rgatishning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Uyg'urlarda eriga yoki otasiga ustoz bo'lsa bo'lmaydi deydigan ba'zi bir gap so'zlar balkim dars intizomi va topshiriq so'ylash qatorliq o'qishning muntazam yurishiga aytilgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, Allohning dinida bundoq cheklama yo'q. Janobi Alloh Qur'on Karimda: "Ey iymon etganlar, o'zinglarni va oilanglarni yiqilg'usi inson va toshlar bo'lgan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar bo'akal bo'lgan o'tdan saqlanglar. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi, nimaga buyursa shuni ijro qiladi" degan. Bu oyatni Mujohid o'zinglarga va oilanglarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qilib, ularni tarbiyalanglar deb tafsir qilgan. Ali radhiyallohu anhu o'zinglarga va oilanglarga yaxshilik va adab o'rgatinglar deb tafsir qilgan. Hasan Basri ularga o'rgitsan, buyuriysan va to'ssan deb tafsir qilgan. Imom Abu Bakr al-Jassas tafsirda mundoq deydi: Demak, bu oyat bizning bola-chaqa va oila tavobatimizga din va yaxshilikni, shundaqla kerakli adab-axloqlarni o'rgatish majburiyatimizning borlig'ini ko'rsatadi. Bu oila tavobatingni namozga buyurg'in, o'zingmi uningga chidamchan bo'lg'in degan oyatga o'xshaydi. Yana Alloh taolaning eng yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirg'in degan buyrug'imi islom ta'lim-tarbiyasi ilib berish va Allohga itoat qilishga buyurishda yaqin urug' tuqqanlarning oldingi o'rinda turadiganligini ko'rsatadi. Albatta, buningga binoan eri va dadasi qatorliq mahram tuqqanlari yaxshi tarbiyalash vojib bo'lgan oila a'zolari qatoridandir. Yuqorqi oyat taqozosi bo'yicha aytganda, kishi o'zini do'zax o'tidan saqlab qolishga buyurilib qolmasdan, balki yana oila tavobati, qavmi jamoatini saqlab qolishga buyurilgan. Oila tavobati deganimiz eri, ayoli, ota-ona, bola-chaqalar va barliq urug' tuqqanlardir. Ularni do'zax o'tidan qanday saqlab qoladi? Ularga Allohning kitobini qiroat qilib o'qishni o'rgatish bilan kifoyalanmasdan, balki Allohning kitobi, payg'ambarimizning sahih hadislari bayon qilgan islom aqidasi, axloqiy va halol-harom muomala ahkamlarini, ya'ni Allohning dinini o'rgatish, tunutish lozim. Ularni do'zax o'tidan saqlab qoladigan ishlar, ularni ana shundoq haqqa yuzlantirish, yo'l ko'rsatish, to'g'riga buyurish, noto'g'ridan to'sish, nasihat qilish va haq yo'lda mengishga ularga yaqindan yordam berish qatorliqlar bilan bo'ladi. Yana ularga islomdagi o'ltirib qo'pish, kiyinish, yeb-ichish va yurish-turishlardagi sunnat va qoidalarni amaliy o'rgatishmi intayin muhim. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Har biringlar cho'pandirsizlar. Har biringlar o'z padanglarga mas'ul bo'lasizlar. Hokimmi cho'pandir. U o'zining xalqiga mas'ul bo'ladi. Er kishimi o'zining oilasida cho'pandir. U oilasidagilarga mas'ul bo'ladi. Ayol kishimi erining uyida cho'pandir. U oilasiga mas'uldir. Qul xo'jayinining mol-mulkida cho'pandir. U shuningga mas'uldir. Demak, hammanglar cho'pan, har biringlar mas'ulsizlar. Demak, ayol kishimi o'zining uyi va oilasiga mas'uldir. Oilalarimiz oila tavobatiga dinini o'rgatish, ularni yaxshilikqa da'vat qilish, yomonlikdan to'sishning vojibligini ta'kidlagan va mundoq degan: Oila tavobatining diniy masalalardagi ehtiyojini davomli kuzatib turish lozim. Sirtdagi yatlarga din o'rgatish va yo'l ko'rsatish zarur bo'lsa, ko'z oldidagi va oilasidagilarga o'rgatish texmi zarur. Chunki ular uning yaqin tuqqanlaridir. Bu sababdan ularga diniy ta'lim-tarbiya xizmati ishlashi kerak. Oldi bilan ularga dinda eng oldin o'rinda ta'kidlangan eng foydali, eng muhim mazmunlarni o'rgatishga tutish qilib, ularga iymon va islomni o'rgatadi.
Uni o'rganib bo'lgandan keyin ihson bilan ibodat qilishni o'rgatib, tahorat ilish, g'usl qilish, tayammum qilish, namoz o'qish va shuningga munosabatlik farz, sunnat va fazilatli ishlarni shundaqla dinda bilishi lozim bo'lgan ishlarning hammani o'rgatadi. Bo'libmi, ishlarning eng muhimini oldingi o'ringa qo'yib turib o'rgatadi. Islomning dastlabki davri musulmonlarning intayin ojiz chog'lari edi. Islom da'vati turli to'salg'ularga uchragan Makka sharoitidami, eri, otasi, aka-ukalaridan burun musulmon bo'lgan ayollar Qur'on va din ahkamlarini tuqqanlarga o'rgatgan va islom dini shu tariqada butun Makkada taralgan. Salaflarimiz dinni o'zlari turayotgan oilalardagi urug' tuqqan sahoba va tabiinlardan o'rgangan. Farzandlari hatto malay dedaklari ishidan katta olimlar yetishib chiqqan. Tabiinlardan Said ibn Musayyabning kuy o'g'li uning shogirdlaridan biri edi. Kuy o'g'li to'y kuni atsi atigini to'nini ko'tarib, sirtqi mengishga tamshalganda ayoli uningdan so'raydi. Nega borsiz? Ustozim Saidning darsiga, ilm ilishqa deyishiga ayoli uningga. O'ldiring, men sizga atam Saidning ilmini o'rgatay deydi. Yuqorqilardan bu ulug' ishning hukmi joiz yoki mustahab bo'lmasdan, balki vojibligi aniq ko'rinadi. Bo'libmi, oilaning sirtida din o'rganish imkoniyati yo'qolgan diyorimizdagi joylarda texmi shundoq. Balki navbatdagi sharoitimizda bu ulug' vazifani oila tavobotining dinini saqlab qolish uchun emas, umuman butun millatimizning dinini qo'g'dab qolish uchun eng muhim farzlardan biri deyishga bo'ladi. Hozirgi kunda Qur'onni va iman islomni bilgan har bir oila a'zosi uchun aytganda, bilganlarni oiladagi boshqa a'zolarga planliq va astoydil o'rgatishi, kitoblarni ular bilan birga o'qishi, ularni namozga uyg'otishi, jamoat bo'lishi, alohida tarbiya xizmati ishlashi va haqni tavsiya qilishi, umuman qo'ldan tutib Allohga yuzlandirishi bosh tarsi bo'lmaydigan farz ayn bo'lib qoldi. Vallohu a'lam.